Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va Mansard e'tiborlaringizga navbatdagi preview video taqdim qilaman. Undan oldinda sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak, biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga bo'lib o'tadigan orqamdagi Fond stadionida, Anfield Road stadionida Michael Oliver janoblari sudyaligi ostida bo'lib o'tadigan turning markaziy uchrashuvi Liverpool hamda Manchester United o'rtasidagi bahsga guvoh bo'lamiz. O'yin haqida nima deyish mumkin? O'yin so'zsiz prinsipiallik nuqtai nazaridan juda ham yuqori cho'qqiga ega o'yin hisoblanadi. Ikkala jamoada ham hozirgi paytda ahvol juda yaxshi emas. Manchester FIFA kunlaridan ketishdan oldin g'alaba qozongan, lekin doim shu tanaffusdan oldin g'alaba qozonganda keyingi natijada ko'ngildagidek bo'lmaydi. Liverpoolda esa hozirgi paytda shu paytgacha omad kelib turdi Arne Slotga, ya'ni so'nggi 5-7 daqiqa ular uchun muvaffaqiyatli omadli kelib, ular omad tufayli deb o'ylayman men. Gol urib ketaydi. Hozir esa so'nggi 3 ta o'yinda esa ular g'alaba qozona olmayapti. Bu o'ylashimcha o'sha men boshida Arne Slot tayinlanganda aytdim. Jurgen Klopp tayyor mashina yaratib ketdi, sportivniy mashina. Endi uni haydash Arne Slotga bog'liq. U birdaniga o'tirib haydab ketishi mumkin, lekin ma'lum bir joyga yetgandan keyin unda baribir ham qanaqadir kamchiliklar, muammolar paydo bo'lishni boshlaydi degandim va shu narsa qaysidir ma'noda amalga oshyapti deb o'ylayman, deb umid qilamiz, jamoamizga ishonamiz va biz 3 ochko bilan xudo xolasa Anfielddan boshimizni baland ko'targan holda qaytamiz deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi o'yin haqida bevosita gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Liverpool tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Alisson Becker, Bajcetic, Chambers, Leoni, Scanlon, Endo hamda Kanatelarni maydonga tusha olmaydi yoki tushishi so'roq ostida deb beryapti saytlar. Manchester United tarkibida esa Martinez, Mazraoui hamda Havenlarni maydonga tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Lekin kechagi insiderlarning ma'lumotlariga qaraganda Mazraoui ham, Lisandro Martinez ham umumiy jamoa mashg'ulotlariga qaytgan va Liverpoolga qarshi o'yinga tushishi mumkin degan xushxabarlar mavjud edi. Agar shunday bo'lsa, men taxminiy tarkibim noto'g'ri chiqsa, men xursand bo'lardim shu kelasi tushganda maydonga. Endi o'zaro va so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Liverpool jamoasi so'nggi 5 ta o'yindan 3 tasida mag'lubiyatga uchragan, 2 tasida g'alaba qozongan va so'nggi o'yinda ular Chelseadan Chelseaga maydonga borib 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchragan. Manchester Unitedda esa 3 ta g'alaba, 2 ta mag'lubiyat mavjud. So'nggi o'yinda ular Sunderland ustidan 2-0 hisobida g'alabaga erishgan. Jamoalarning o'zaro o'yinlariga keladigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 219 marta maydonga tushgan va shundan 85 bora Manchester United qo'li baland kelgan, 73 bora esa Liverpool jamoasining qo'li baland kelgan. 61 marta esa jamoalar o'zaro murosa ko'chasini tanlagan deb beryapti statistik ma'lumotlarga ko'ra qaraganda. Umid qilamiz biz o'sha 85 sonini yana bittaga ko'paytirishga qurbimiz yetadi va jamoamizning muxlislari shuncha azoblanishini bartaraf qilish uchun shu menimcha Liverpool ustidan g'alaba qozonib bersa, menimcha ko'p narsalar unutiladi va Amarimda o'sha ko'pgina haterlar ovozi o'chib boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaydi deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Turning jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turning jadvalini mana ko'rishlaring mumkin. Arsenal jamoasi 7 ta turdan keyin 16 ochko jamg'argan holda birinchi o'rinda ketyapti. Liverpool jamoasi esa 7 ta turdan keyin 15 ochko jamg'argan va ikkinchi o'rinda joylashgan. 10-o'rinda esa Manchester United jamoasi 7 ta turdan keyin 10 ochko to'plangan holda ketyapti va e'tibor berishlaring mumkin. Birinchi o'rin bilan 10-o'rin o'rtasidagi masofa 6 ochkoni tashkil qilyapti. Ya'ni 2 ta g'alaba. Endi o'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, sizlar
o'zlaring albatta fikrlaringda qanday o'yin tushishi mumkinligi haqida kommentariyalar yozib qoldiringlar. Men har bir kommentariyaga va o'zimda e'tiborimni qaratib maksimal darajada javob berishga harakat qilaman. Demak, darvozada Seni Lamens. Oxirgi o'yinidan keyin menimcha Seni Lamensni agar qo'ymasa, Amarim bu menimcha katta xato bo'ladi, katta tanqid, juda ham ko'p tanqidlarga uchrashi menimcha bu aniq bo'lib turgan fakt bo'lsa kerak menimcha. Himoyada Len Yoro, Harry Maguire hamda Matis De Ligtlarni qo'ydim men. Nimaga show emas? Show, men yana bir bor aytaman, show bu markaziy himoyachi emas. U Wingerback va u qanotda bo'lga yaxshiroq o'yin namoyish qiladi meni fikrimcha va shu narsani menimcha Amarim bilmasam endi nima uchun shouda imini oxirgi himoyachiga qo'yapti. Shou oxirgi himoyachi emas. Bu meni fikrim. Agar kimdadir boshqacha fikr bo'lsa, marhamat kommentariyada yozishlaring mumkin. Ikkita qanotda Luke Shaw hamda Amad Diallolarni qo'ydim men. Boya aytganimda Shaw bu qanot futbolchisi. Shaw qanotda o'ynaganda biz ko'pgina o'yinlarda muvaffaqiyatga erishamiz. Amad Diallo esa so'nggi o'sha terma jamoalar uchun o'yinda ajoyib o'yin namoyish qildi. Ajoyib gol urdi, assist qayd etdi. Va o'ylaymanki, bu o'yinda ham, ertangi bo'ladigan o'yinda ham u o'zini ko'rsata oladi deb o'ylayman. Markazda Ugarte hamda Maynularni qo'ydim men. Ugarte chunki o'yinga bormagan, dam olgan, formasi joyida, Maynuda ham xuddi shunday. Menimcha ikkalasiga imkoniyat bersa, Amarim menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hujumchi ortida Bruno Fernandes hamda Brian Mbeumolarni qo'ydim men. So'nggi o'yinlarda ikkalasini juda zo'r o'yin namoyish qilishgan. Endi Bruno Fernandesni ham menimcha o'sha qandaydir Maynu bilan almashib o'ynaydigan qilish kerakmi yo sapnik qilib 9lik 6da o'ynashga qandaydir imkoniyat yaratish kerak va o'sha sizlar bilasizlar, Bruno Fernandes 9lik 10lik bo'lib o'ynaganda qanaqa o'yin namoyish qila olishini menimcha hech kimga eslatib o'tirishim shart emas. Hujumda esa hozirda o'sha ikkita o'yinda bizga gol urgan Benjamin Sheshkoni qo'ydim men va o'ylaymanki, u gollar sonini 3 ta o'yinda 3 ta gol qilib, menimcha o'zgartira oladi. Ya'ni 4 ta bo'lsa ham men yo'q demayman, lekin 3 ta o'yinda 4 ta gol, 5 ta gol bo'lib ketsa ham men hech qanday qarshiligim, e'tirozim yo'q deb o'ylayman. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlar odatdagi like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishda iltimosga qoldirsizlar. Men xayrlashaman. Xudo xolasa ertaga o'yindan keyin yaxshi kayfiyatlarda men harakat qilib ko'raman stream qilib ko'rishga va so'nggi o'yindagi 2-2 hisobida durang bo'lgan o'yindagi Manchester United tomonidan urilgan gollarni qo'yib beraman. Sizlardan esa aytganday aktivlikni kutib qolgan holda yana bir bor xayrlashaman. Xayr. O'zlaringizni asranglar.